Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Janubiy Koreyaning eng go'zal va tarixiy shaharlaridan biri bo'lmoq Chonjudagi Hanok mahallasiga sayohat qilamiz. Bu video orqali siz Hanoklar, ya'ni Koreyaning an'anaviy uylari, milliy madaniyat, an'anaviy choyxonalar va albatta mazali koreys taomlari bilan tanishasiz. Video oxirida mening shaxsiy maslahatlarimni ham berib o'taman. Shuning uchun oxirigacha ko'rishni unutmang. Qani, ketdik. Chonju Hanok mahallasi Koreyadagi eng yirik an'anaviy uylar to'plami hisoblanadi. Bu yerda 700 dan ziyod Hanok uylar saqlangan bo'lib, ular haligacha o'z tabiiy qiyofasini yo'qotmagan. Ushbu mahallada odamlar hali ham yashab kelishadi, ishonasizmi? Shuning uchun bu joy faqatgina turistlar uchun emas, balkim real hayot tarzi sifatida yashab turgan madaniy hudud ham hisoblanadi. Bu yerga borsangiz, yog'och eshikli past tomli uylar, tosh o'tkazilgan ko'chalar va milliy ruhni his qilasiz. Koreyada bunday Hanok mahallalari faqat Chonjuda emas, Seuldagi Bukchon va Iksondon, shuningdek Kyongju va Yosu shaharlarida ham Hanoklar saqlangan. Lekin Chonjudagi Hanok mahallasi iqtidor jihatdan ham, tarixiy ahamiyati bo'yicha ham boshqalardan ajralib turadi. Koreyaliklar uchun Hanoklar bu faqat uy emas, balki milliy iftixor. Ular bu uylarni tabiat bilan uyg'unlik, oddiylik va qadimiy hayot tarzi ramzi sifatida qadrlaydilar. Hanoklar koreys madaniyatida ekologik, ruhiy va estetik qadriyatlarni namoyon etadi. Shu sababli hukumat ham bu uylarni saqlash uchun turli grantlar va himoya dasturlarini joriy etgan. Chonjudagi Hanok uychalar 600 yillik chuqur tarixga ega. Bu hudud Choson sulolasi davrida an'anaviy madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. Choson sulolasining bir qancha amaldorlari, ulamolari va hunarmandlari aynan shu mahallada yashagan. Shuning uchun bu joy faqat arxitektura emas, balki tarixiy xotiralar uyi hisoblanadi. Agar piyoda yurishni yoqtirmasangiz, sizga bir xush xabarim bor. Mini elektromobillarni ijaraga olish mumkin. Ushbu elektromashinalarni o'zingiz haydaysiz. Haydovchi yo'q, lekin bir muhim talab bor. Bunday mashinani haydash uchun haydovchilik guvohnomani ko'rsatish shart. Qisqa texnik tushuntiruvdan so'ng mahalla bo'ylab bemalol aylanishingiz mumkin. Narxi taxminan 20-30 ming won. Vaqtiga va modeliga qarab ayrimlarni 2 kishilik, boshqalari esa 4 yoki 6 kishilik. Ayniqsa bolalar bilan birga kelganingizda juda qiziqarli tajriba bo'ladi. Go'zal manzara, keng ko'chalar va suratga tushish uchun ajoyib imkoniyat. Ana endi hanbok haqida gaplashamiz. Hanbok Koreya xalqining an'anaviy yuragidagi milliy kiyimdir. Uning tarixi 2000 yildan ortiq. Uning har bir qatlami tarixdan, har bir rangi esa ma'nodan guvohdir. Bu libosni oddiy kunlarda emas, balki eng ulug' va eng ezgu kunlarda kiyishadi. Masalan, bayramlarda, to'ylarda yoki chaqaloqni 1 yoshga to'lgan marosimlarida, dafn marosimida esa maxsus oq yoki pastel rangli oddiy shakldagi hanboklar kiyiladi. Hanok mahallasiga kelsangiz, albatta hanbokni ijaraga olib kiyib ko'ring. Bu oddiy kiyim emas, bu libos orqali o'zingizni go'yo tarix ichida, boshqa bir dunyoda yurgandek his qilasiz. Shunchalar tasvirga olib ovora bo'lib yuribmanki, 2 bolamni qorni ochligi xayolimdan butunlay ko'tarilibdi. Bir payt bir shirin va yoqimli hid dimog'imni ushlab oldi. Nimani hidi bu deb qidirishni boshladim. Qarasam, shibon pang ekan. Ya'ni 10 wonlik tanga shaklidagi shirin non, ichida esa pishloq hamda qaynatilgan sut, ya'ni zgushonka solib pishirishar ekan. Hech ikkilanmadim, 3 tasini darrov oldim. Bolalarim bilan birga tatib ko'ramiz dedim. Xullas, qornini aldashni mana shu nondan boshladik, lekin o'g'limni allaqachon qorni ochib yig'lashni boshlagan edi. Va nihoyat bizni nonchalar tandirchalaridan uzila boshladi. Buni hidini. Ha, aytgancha, Toshkentda Seul Munda xuddi shunday nonlar pishiriladi. Agar mazasini ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Juda ham mazali, juda ham shirin. Noncha sotib olgan do'konimizni qarama-qarshi tarafida mana shunday hanboklarni ijaraga taqdim etayotgan joy bor ekan.
Sizlarga shuncha maslahat berib, qizimga handbok olib bermasdan ketsam, ham uyat, ham adolatsizlik bo'lardi, to'g'rimi? 15 ming wonga 1 soat, qo'shimcha 5 ming won bersangiz, soch turmagingizgacha qilib berishar ekan. O'g'limning nonchasini qarang, hali ham sovugani yo'q. Choson sulolasidan chiqqan haqiqiy mana malikacham. Hamboklaringiz buncha yarashmasa, ana endi biz tayyormiz suratga tushishga va chiroyli xotiralarni o'zimiz bilan olib ketishga. Qani, ketdik qizim. Videoni deyarli yarmi o'tib ketib, sizlarga o'zimizni tanishtirmabman-ku hali ham. Tanishing, bu meni qizim Feruza. U 11 yoshda. Bu esa meni o'g'lim Umar. U 2,5 yoshda. Biz hozirda hammamiz Koreyada yashaymiz. Bu esa men. Umumiy olganda Koreyada 8 yildan beri istiqomat qilaman. Hozir esa qizimga chiroyli joyni qidirib yuribman. Mana rasmga tushishga yana bir chiroyli nuqta. Manzarani qaranglar. Bilmadim, nimagadir shu yerni eski Broadwayga o'xshatib yordim. Mayli, mavzudan uzoqlashmaymiz. Hech qancha o'tgani yo'q, qizimni yana qornisi ochibdi va jo'xori yegisi kelayotganini aytdi. Biz noodatiy holda jo'xori sotayotgan shoxobchani oldida to'xtadik va har xil turdagi jo'xorilar, hattoki muzqaymoqlar ham borligiga ko'zimiz tushdi. Qizim birpasda borib olib keldi. Hali qadamimizni ham uzmay, yana bir qiziqarli nuqtaga ko'zimiz tushdi. Qarasam, rasmingizni karton uslubida chizib berishar ekan. Haqiqiy rassom jonli shaklda qarab turib, sizni qiyofangizni muloyim yumor bilan, lekin chiroyli qilib karikatura uslubida chizadi. Chizilgan rasm o'ziga xos esdalik, to'g'rimi? Uyga olib ketasiz, devorga ilib qo'yasiz yoki suvenir sifatida safar xotirasi bo'lib qoladi. Biz ham bu narsadan mustasno bo'lmadik. Bu rasmni yanada qiziqarli qiluvchi jihat, u oddiy flomaster yoki ruchka bilan emas, pudrasimon quruq ranglar bilan chiziladi. Ustasi maxsus quruq bo'yoqlar, ya'ni yupqa pudra shaklidagi ranglar orqali rasmga hayot baxsh etadi. Ranglar muloyim soya bilan uyg'unlashgan va natijada rasm go'yo multfilm uslubida, lekin real xarakterga ega bo'ladi. E'tiborimni tortgan yana bir narsa bu yerdagi navbatni uzunligi bo'ldi. Odamlar shunday ko'p ekanki, go'yo konsert yoki premyeraga kelganday. Qarasam, navbat Batir Uchang deb yozilgan qiziq dizaynli joyga uzun tilkalari bor, sariyog'da qovurilgan kalmar, ya'ni ujin-otigim ekan. Lekin ochig'ini aytsam, men kalmarni uncha yegim kelmadi. O'g'limni yo'lni yuziga kalaskada tashab, o'tgan-ketganga tomosha qildirtirdim. Bahonada magazinga yugurib kirib, handmade, ya'ni qo'lda to'qilgan narsalarga ko'zim tushdi. Shunaqa narsalarni juda yaxshi ko'raman, negadir bilmadim. Bu yerda har xil shiringina hayvonchalardan tortib gullargacha, multik qahramonlarigacha kalit uchun ilmoqlar sotilayotgan ekan. Sizlarda ham shunaqa g'alati odat bormi? Menga o'xshab hammasini ushlab chiqasizlarmi? Bu quyonchani shirinligini qarang, lekin narxi ozgina qimmat edi. Masalan, bu kichkina o'yinchoqlar 18 ming, 20 ming hamda 30 ming wongacha bor edi. Shu orada qarasam, qizimning rasmi ham tayyor bo'libdi-ku. Endi qarang, buni shirinligini qarab ko'z to'ymaydi. Rasmni o'zi shunday chiroyli chiqdiki, nafaqat esdalik, balki go'yo dilni ham ilitib yuboradi. Ana shunday shodliklarga arziydi-da bu safarlar. Bo'ldi, endi esa aniq rasmga tushishni boshlaymiz. Qizim hanbokni kiyib turgan payt shunday go'zal, shunday shinam, bu libosdan foydalanib chiroyli esdalik suratlar olib qolish kerak deb o'ylab turganim aniq. Lekin shu gapimni miyamda aytar-aytmas, yana bir shirin va tanish hid dimog'imni qichitdi. Qarasam, tovuq go'shtidan tayyorlanayotgan shashlik ekan. Achchiq, issiq, qovurilgan go'shtni hidi bor-u, qarshilik qilib bo'ladimi? O'yladimda, qizim bilan rasmga tushamiz, lekin bu tovuq ham xafa bo'lib qolmasin, u ham qornimga tushsin dedim.
Shu zahoti bolalarim bilan birga shashlikni ham, zavqni ham paqqos qildik. Kalaskada o'tirgan bolamga qarab, bir zum rahmim kelib ketdi. Har qancha bo'lsa ham hamon chaqalog'im-ku, kel qani bir pas chiqsin, deb oyog'ini chigalini yechishga ruxsat berdim. Opasiga bo'lgan mehri shunday kuchayib ketdiki, asta qo'yaverasiz, birdan yuziga intilib o'pib erkalab boshladi. Shu payt как же это milo, bir-biriga bo'lgan mehri kamaymasin deb turgan chog'imda, o'g'lim to'rt tomonim qibla deb qayergadir qochib ketsa bo'ladimi? Endi shu paytda jahlim chiqib yana qaytadan o'g'limni ushab, noroziliklariga qaramasdan, ko'z yoshlariga qaramasdan kalaskaga o'tkazib qo'ydim. Har qanday qaltis ishlar jazosiz qolmaydi. Aldashga bola yaxshida baribir, yig'lamasin deb ikkalasiga bitta muzqaymoq olib berdim. Xo'p deb turing, shirinlikka bo'lgan muhabbati tufaylimi tinchlanganday bo'lishdi-da, shu qatorda mening miyam ham. Endi vaziyatni qarang. Men bolamni kalaskaga solib yig'lamasin deb shirinliklar bilan aldab yurgan bir payt, ovunib qoldi-yu deb xursand bo'lgan bir payt, oldimdagi kalaskaga ko'zim tushdi. Ne ko'z bilan qarasam, kalaskaning ichida bola emas, kuchukchada. Dedim, qadriyatlar naqadar farqliga. E'tibor berib qarasam, ko'pchilikda shu ahvol ekan. Karislar bolalar bilan emas, kuchukchalar bilan aylanib yurishni afzal ko'rishar ekan.